Parranda ishqibozlari, tovuq boqadiganlar, inkubator olaman deganlarga mana bitta katta yangilik, yangi xabar, yangi video bor. Bittadan videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Sizlar bilan men Islom Jo'rayev. O'rtoqlar, kimda parrandasi bo'lsa inkubator olaman desa, Samarqandda inkubatorlar sotiladi. Mana zavodi bor, yasab berishadi. Zavodskoy chiroyli. 1 yil garantiyasi bor. Ochib chiqish foizi 85 dan 95% gacha deyishyapti. Vobshe ishonchli. Zapchaslari toza Turkiya. Ya'ni yaxshi joydan yaxshi inkubatorlar tavsiya qilyapmiz. Samarqand Istixonida kimga yaqin bo'lsa, mana ochishlari ham, jarayonlari ham bor. Video davomida ustakamiz o'zlari tushuntirganlar. Ishlashlari hamma yo'qi cho'tki, soatda ishlaydi. Xudo xolasa 1 yil garantiyasini berib turibmiz, Islomjon deyishyapti. Videoni ko'ringlar. Video davomida ma'lumoti berilgan. Qo'shimcha savollaring bo'lsa, ekranda raqamlar turibdi. Telefon qilasizlar. Borib ko'rasizlar, inkubator yo'qsa keyin sotib olasizlar. Narxlari eng qulay, arzon narxda qilib beraman. Sifatiga yarasha zo'r deyishyapti. Chunki biz turetskiy qimmat zapchastlardan foydalanamiz. Shunday bo'lsa-da narxi arzon. Adashmasam hozirgi kunda mingtaligini narxi 7 million so'm bo'lyapti ekan. Endi bu yangi pachkada. Bu yog'ini ham hisobga olinglar. O'rtoqlar, kimga qiziq bo'lsa, buyurtma beraverasizlar, ishlayverasizlar. Mana telefon raqamlari ekranda turibdi. Telefon qilib gaplashinglar, bir ma'lumotni olinglar. Videoga bitta like. Sizlar bilan Islom Jo'rayev. Mana 15 ta Ishtixon rayoniga tayyor bo'lgani bor. 25 ta inkubator mana. Mana zakazlar, o'zga yana inkubatorlar tayyorlashni boshladik. Mana Aziya inkubatorlari. Hammasi tayyor bo'lyapti. Nasib bo'lsa 10 ta tayyorlaymiz. Do'stlar, agar kimgadir shunaqa inkubatorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz qilsalaringiz tayyorlab beraveramiz. Mana biznikini litsenziялari olib qo'yiladi bular hammasi. Mana shunga moslashtirganmiz. Misol uchun 19 kun tuxum turgandan keyin 19-kuni litsenziya tuxum teriydigan lotogi bilan birga olib tashlasa bo'ladi. Ichi mana shunaqa pustay holatda qoladi. Yashiklarni bemalol ichiga taqilib qo'yaverasizlar. Juda ham oson inkubatorda ishlatish. Boshqalarga qaraganda farq qiladi. O'zgarishlari bor biznikida. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Aziya inkubatorisi tomonidan ishlab chiqariladigan inkubatorlarni taklif qilamiz. Bular 500 talik, 528 ta tovuq tuxumiga mo'ljallangan. Hozirgi kunda bizda 264 talikdan 5000 talikgacha bo'lgan inkubatorlar ishlab chiqarilyapti. Bular 528 talik inkubator. Bular har bittasiga 88 tadan tuxum ketadi. Bular polniy avtomat. Bu suv idishlari, buning ichida turadigan idishlari ham bor. Hamma narsasi komplekt beramiz, yashiklari bor. Bunga bular hozirgi kunda faqat tovuq tuxumiga mo'ljallangan. 19 kungacha bunda turadi. 19-kuni, 20-21-kuni bu yashikka o'tkaziladi. Olish jarayoni mana bunday qilib, mana bunaqasiga oldiriladi. Bo'ldi. Keyin buni ichiga xuddi mana shu holatda qo'yib qo'ysa, bu ochib chiqaveradi jo'jalarni. Bunlar mana taxlangan holati mana bunaqasiga taxlanadi. Uch tomoni pastga qilib taxlanadi. Mana shunday holatda qo'yiladi. Hozir o'zimiz ishlatayotgan inkubatorlarimiz ham bor. Hozir uni ham ko'rsatamiz sizlarga hammasini. Qanaqa tuxum qo'yilgan, nima qo'yilgan, o'zimiz ham ochiryapmiz tuxumlar. Mana bu 1056 talik inkubator. Hozir bunda 2000 ta tuxum turibdi. Mana o'zimiz ishlatyapmiz bu inkubatorlar, yaqinda ko'rsatamiz. Mana ichida tuxum bor. Hozirgi kunda kim juda ko'pchilik qiziqyapti. Bizda bunaqa zavodskoy lotok bor, keyin unisal lotok bor. 1056 talik inkubatorga, misol uchun unisal lotok qo'yadigan bo'lsak, 1200 ta tuxum ketadi. Agar bundan qo'yadigan bo'lsak, 1056 ta ketadi. 150 ta tuxum leshni ketadi. Agar unisaldan qo'yadigan bo'lsa, ochib chiqish foiziga keladigan bo'lsak, 85% dan 95% gacha garantiya beramiz.
O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz. 1 yil garantiyasi bor. Mana bunda ham tuxum turibdi hozir. Bunisiga ham qo'yganmiz. Ikkalasini 5 kun razisasi bilan qo'yganmiz tuxumlarni. Buni misol uchun 1 oylik to'q xarajatiga keladigan bo'lsak, 1000 talik inkubatorlar 40 mingdan 45 minggacha bo'lgan to'kda rasxod qiladi. Bunga 1000 ta tuxum qo'yadigan bo'lsangiz, misol uchun 1,5 mingdan tuxumni olib, 1,5 mingni olib 1000 ta tuxum qo'yadigan bo'lsangiz 1,5 million bo'ladi. 21 kundan keyin ochib chiqqan jo'jasini misol uchun 90% ochganda ham 1000 ta tuxumdan 900 ta jo'ja chiqqanda ham 1 kunligini 5 mingdan sotganda 4,5 million bo'ladi shunda. 1,5 million rasxodingizni ayirtsangiz, shunda 3 million sof foyda ko'rsa bo'ladi. Bitta inson 21 kun davomida mana shu bilan biznes qilib 3 million, 2,5 million sof daromad ko'rsa bo'ladi do'stlar. Kimdadir agar shunaqa inkubatorlarga qiziqish bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsa bo'ladi. Bizlar polni hamma narsasini o'rgatamiz buni. Qanday ishlash, nima qilish, xohlagan odamga tuxumi bilan birga beramiz. Mana bu yerda tayyor inkubatorlarimiz bor. Har xilidan bor bu yerda. 500 talik bor, mana 700 taligi bor, bu ham 500 talik bu, 1,5 ming talik bu 352 talik bor. Har xilidan bor. Bular 3,5 milliondan boshlanadi, to 20 minggacha bo'lgan inkubatorlarimiz bor. Manzilimiz Samarqand viloyati, Ishtixon tumani, Metan shaharchasida. Kimgadir shunaqa inkubatorlardan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi, yetkazib beramiz.